Sug'urta shirkatlarida ishlab olgan maosh. Savol. Assalomu alaykum. Sug'urta shirkatlarida ishlab olgan maoshmi, bankada ishlab olgan maosh bilan o'xshashmi? U payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jazonini olg'uchi, berguvchi, jazoniga sherik bo'lg'uchi va uni amalga oshirishga qatnashuvchi barliq kishilarga la'nat qilgan degan hadisga tushamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamsonalar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Sug'urta shirkatlarining to'xtamlari noma'lumlikni, qimor o'ynagandek qorong'ulikni o'z ichiga olgan bo'lg'achqa va yana sug'urta shirkatlarining muomalalari o'simdan xoli bo'lmaydigan bo'lg'achqa, Makkadagi Islom fiqh akademiyasi Hijriya 1398-yili chiqargan qaror bo'yicha tijorat maqsadidagi sug'urta shirkatlarining ishi joiz emas. Chunki bundaq o'rinlarda ishlashning o'zi insonni Allohning la'natiga uchirtadi. Yana bu o'rinlarda ishlash gunohga, harom muomalaga va harom muomala qiladigan shirkatlarni taraqqiy qildirishga hassa qo'shganlik, hamkorlashganlik bo'ladi. Shunga undaq sug'urta shirkatlarida ishlash joiz bo'lmaydi. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jazoni yeguvchiga, yegizguvchiga, yozg'uvchisiga va uning ikki guvohchisiga la'nat qilib, ularning hammasi barobar degan. Imom Navaviy aytadi: bu hadis jazoni qilishquchilar o'rtasidagi sudini yezishning va u ikki tarafga guvohchi bo'lishning haromligini aniq ifodalaydi va yana botil ishga yordam qilishni harom qiladi. Albatta, jazoni ishlarini yozuvchilar yoki guvoh bo'lg'uvchilar emas, balki asosliq ishi jazoni ustiga qurilgan shirkatlarda ishlaydigan barliq ish xizmatchilarimi yuqorqi hadisdagilar qatoriga kiradi. Bundaq shirkatlarda ishlayotganlar shubhasiz boshqa bir halol xizmat izdishi, Janobi Allohga bo'lgan mustahkam iymonning taqozzosidir. Haq taolo aytadi: agar yo'qsillikdan qo'rqsanglar bilinglarki, Alloh xolisa sizlarni o'z fazli bilan boy qilib etadi. Tavba surasi 28-oyat. Kimki Allohdan qo'rqsa, Alloh uningga bir chiqish yo'li qilib beradi. Yana uningga o'ylamagan yerdan rizq beradi. Taloq surasi 2-3-oyat. Bu turli shirkatlarda ishlashning cheklanganligini bilishdan burun ishlab olgan maoshidan foydalansa bo'ladi. Bilgandan keyin foydalansa bo'lmaydi. Haq taolo aytadi: jazoni yeydiganlar qiyomatda saranliqdan shayton so'qiyotgan odamlardekla qopadi. Bu ularning ilm-setim jazoniga o'xshash deganligidandir. Allah ilm-setimni halol qilib, jazonini harom qildi. Shunga kimki Parvardigori tarafidan vaz-nasihat kelgandan keyin bo'ldi qilsa, burun olgani o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga qoladi. Kimki jazoni qilishga qaytadigan, ana shular do'zax ahli bo'lib, ular uningda mangu qolg'uvchilardir degan. Baqara surasi 275-oyat. Ba'zi olimlar agar faqat ishtab olmay, chorasiz qilib turmushida beklik qiynalib qolgan ahvolda boshqa bir halol ish topib bo'lguncha vaqtliq ishlab tursa bo'ladi degan va buni xuddi och qolganda hayotini saqlab qolish uchun cho'shqa go'shi yeb turganga o'xshash zaruriyat deb qaragan. Lekin bu zaruriyat shu ishni qilmasa och yalang'och qilishini yoki favqulodda qiynalishini ko'rsatadi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 72 nomerlik fatvo.